Kim bomdod namozini ixlos muhabbat bilan 40 kun jamoatda o'qisa, nima bo'ladi? Alloh taolo o'sha bandaga qo'liga ikkita poklikni beradilar Rasululloh. Birinchisi qiyomat kunida do'zaxdan poklik dedilar. Ikkinchisi nifoqdan, munofiqlikdan poklik. Iymoni basalomat bo'ladi qiyomatda. Yaqinda bir inson aytadi, "Qoraga" deydi, 40 mahal namozni jamoat bilan o'qidik. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bashorat bor ekan, kim 40 mahal namozni Masjidun Nabaviyda o'qisa, Alloh taolo ikkita poklikni berar ekan, do'zaxdan poklik, nifoqdan poklik. Mayli, qilsin, shunga ixlos qildi, shu amalga muhabbat qilsin. Mayli, Madinaga borib 8 kun turib, o'sha 40 mahal namozni o'qisin. Lekin birodarlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu fazilatni faqat Masjidun Nabaviyga emas, hamma masjidga xohlaganlar. Sizni qishlog'ingizda masjidda ham shu fazilat bor.